Mana hozir Moskva deb bolalar aytayapti, Toshkentda Spectre bormi deyapti. Sen Spectre haydayapsan. Men aytayapman, nima deyapsan? Toshkentda 10 ta 15 talab bor kerak bo'lsa. Moskvada ham o'zunaqa ko'p emas deb bu mashina deyapti. Toshkent sen o'ylaganingdan ancha oldinda deyapman. Xullas, raqobat qo'shni bilan, qarindosh Abdusattor bilan, orqa qo'shni Doniyor bilan bo'lish kerak emas. Undan o'tib ketaman, undan zo'r bo'lib ketaman deb raqobat qilish kerak emas. Millatlar aro, xalqlar aro qilish kerak. Bizani millatni ko'tarish kerak. O'zbek xalqi, o'zbek millati, O'zbekiston davlati qanaqa kuchayayotganini, qanaqa ko'tarilayotganini ko'rsatib qo'yish kerak. Ular ko'rish kerak-da, qoyil deyish kerak. Mana bizda raqobat nimaga kerak? O'zaro raqobat qilib, bir-birini yomon ko'rib, bir-birini orqasidan gapirib, bir-birini qo'llash juda yomon narsa. Aql bo'lish kerak. O'zbek xalqi aql bo'lib, hamma oq-ko'ka bo'lish kerak. Boshqa xalqlar bizani ko'rib qoyil qolish kerak. Bir-birimizga havas qilib, bir-birimizdan поддержка qilishimiz kerak. Maqsad shu bo'lish kerak. Shu notada do'stlar, Pulnews YouTube kanaliga kirsanglar, xuddi shunaqa emotsiyalar bilan to'liq suhbat bo'lgan, kirib tomosha qilinglar va Abdushay tabriklayman. Sog' bo'ling, yaxshilik ko'rishinglar. Sizga ham 2026-yil yangi yilliklar nasib qilsin. Xudo xolisa, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayveringlar. Sog' bo'linglar.